Go'zal opa, sizni oldingizga kelgan eng yosh bemor necha yosh bo'lgan va nima muammo bilan kelgan? Qabulimga 16 yashar o'spirin bola kelgan, tinimsiz bosh og'rig'i va ko'ngil aynash belgilari bilan murojaat qilib keldi. Nima uchun aynan kardiologga? Chunki terapevt ko'rigida uning qon bosimi yuqori bo'lganligi aniqlandi. EKG va uning EHKG tekshiruvlari natijasida hech qanday bunday chuqur o'zgarishlar aniqlanmadi, lekin aslida o'spirinning qon bosimi 150-160 ko'rsatkichida turibdi. Aniqlanishicha, bolaning ota-onasida qon bosimga moyillik, ya'ni irsiy omillarga bog'liqlik holati aniqlandi. Chuqurroq tekshiruvlar natijasida u yerda nisbatan xolesterin miqdorining ozg'in bo'lsa ham yuqoriligi ko'rindi va maxsus yana ham chuqurroq tekshirganimizdan keyin sababiy belgilarga ko'ra davo tavsiya qilindi. O'g'lingizda yoki farzandingizda xuddi shunday alomatlarni sezsangiz, qon bosimini o'lchamagan holatda tibbiy ko'rikka chiqqanda aniqlanadigan bo'lsa, albatta chuqurroq tekshiruvlardan qochmang va albatta ularni o'tkazishga harakat qiling. Chunki qon bosimi har doim yurak tomonidan kelib chiqadigan omillar tufayli sabab bo'lmaydi. Ya'ni ikkilamchi qon bosimining ko'tarilish faktorlari borki, bu haqida keyingi reyslarimda albatta sizlarga ta'kidlab ketaman.